To'xtatganim yo'q, narada valyerim bor, nariyoqqa tashlayman men. Menda joyim bor. Ko'pchilik noto'g'ri tushunibdi-da. To'xtatganim yo'q, to'xtatish yo'q. Bu ukam ham 20-yildan beri qilarkan, 6 yildan beri baraka topgan uchun mana ko'tarib kelyapti bonus aka. Yaxshi effekt beradi bu ham. Zo'r foydasi. Biroq qiziqish kerak. Birinchi o'rinda qiziqish bo'lsa, ikkinchi yog'i bo'laveradi. Agar qiziq faqat foydani o'ylab qilsa, unda yo'q. Unda bo'lmaydi. Faqat qiziqish bo'lishi kerak. Vaqtida qarash kerak. Xudo xolasa, hamma baraka topyapti. Albatta. Voqea albatta, kam bo'lmaysiz xudo xolasa. Hammamiz ham baraka topyapmiz. Joyni o'zgartirganligim uchun qafasni sotdim. Hatto qush bezini to'xtatganim yo'q. Naryoqda valyerimiz bor, mana yerda ham valyerimiz bor. Qafaslarni ham sotildi deb to'xtatib qo'yib, e'longa yozib qo'ydim. Ukam baraka topsin, hammasini oldi. Bu ham qo'shnimizga ketdi, bu ham begona bo'lmadi. Bu kishim qafasga kelgan odam bizga bonus olib kelibdi, ko'ring. Haqiqiy chexti bolalari. Biz hamma shunchalik hurmat qilib, malades. Endi aka deyapti, Abdusha fermeringizni, valyeringizga bizdan ham bo'lsin deyapti. Hissamiz qo'shildi. Barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham bu bizga chista bonus bo'libdi. Bejon, barakasini bersin. Mana shu qafasni qilib berdingda, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, qafasimiz ham sotildi. Mana bolalar baraka topishdi, hikoyamiz ham sotildi. Hammalaringizga aktiv uchun katta rahmat. Sizga ham baraka bersin. Yaxshilik xizmat. Yana keyin bitta gap, hozir o'zingiz ham aytdingiz kommentariyada juda ko'p odam aytyapsizki, qush biznesi bo'lmadimi, o'xshamadimi degan narsalar kuzatilyapti deyapsiz. Shu qush sohasida где-то 5 yildan beri yuraman. Bu biznesga qilish kerak, sababi foydasi bor. Albatta, albatta. Xudo xolasa davom etamiz. Rahmat hammaga. Sizga ham rahmat. E'tibor uchun. Turmonga baraka. Boshlanamiz Qo'qonlik ukalarimizga nasib bo'ldi. Barakasini bersin. Men ham xursandman, bu kishilar ham xursand. Eng kulminatsion joyi, men sevadigan vaqt. Shunda bu 250. To'g'rimi? 550. Alloh barakali qilsin. Mana punti. Mejiga, mashinadan qimmat. Mana anaqasi, pasporti. Yaxshi kunlaringizga haydang. Ramakaga bugun olov burkiydiganlar chiqdi. Haqiqatan hayotimda ko'rmagan edim bunaqasini. Aya dada degan so'zlari bor ekan bularni. Toza 100% ruchnoy ekan. 5000 dollar ekan mana o'zi. Mana 2,5 ming. Buni asarlar ham so'zlari bor ekan. Bular ham gapirar ekan. Ruchnoy. Mana. Bu uchinchisi-ku. Katta keladi. Katta eshikdamiz. Har bir oila a'zoga rang yozamiz va ismini yozamiz. Oila a'zoni birlashtiruvchi o'yin deydigan buni. Assalomu alaykum aya. Salomatlik, saatlaringiz qutlug' bo'lsin aya. Hammalaringizga hayit muborak bo'lsin. Tamam şu oldu. Kakras kerakli, eng kerakli narsani oldim mana. Hayit muborak bo'lsin. Menga ayoq sho'di. Meni ham. Menga bu kartochka olib beradi. Mana senga. Menga sariq. Nima bu? Shuncha seni organizer bilan ichida hamma narsasi. Ko'pimizni aldab qo'yib kerak. Ularga ham berishdimi? Yaxshi. Chayon. Aldina qarang. Smeshga tushganing. Aytga dushi so'lib yuraveradi. Va Abduna qarang, nima bu? Yo'qmi seriozmi bu narsa? Oilani birlashtirib turadigan o'yin ekan haqiqatan. Kichkina tuyulishi mumkin. Sovg'ani katta kichigi muhim emas. Asosiysi e'tibor. Hammalaringizga oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik bersin. Keyingi yilga nasib qilsin. Hammalaringizga hayit ayyom muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar.